ishlab tashlab, ko'pir ishlab tashlabdilar bu yerga. Ho, ha? Mashina o'tmagan. Zo'r, молодец. Gap yo'q. Kelgan vaqtni qazib yotadilar bu yerni. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun usta akalarimiz, atabdenachi usta akalarimiz ishi bilan donishmoqqa keldik. O'tgan safar ham tushirib ketdik. Ishlab yurgan jarayonlarni hozir bir chetdan ko'rib chiqamiz. Qani ketdilar. Bu yerdan joylar bor edi. Bu yerdan ham tushirdim. Mana ichkarilar ham. Aha, bitgan. Bu yerlar ham bitibdi. Молодец, zo'r. Gap yo'q. Qani ketdik. Keling. Qani kotelni ko'rik buni. O'zi kerak o'sha yuragi-ku. Atabdenani yuragi. O, молодцы. Ha? Hurmatli yurtdoshlar. Kotelimiz ko'mir ham gazda yanadigan koteldan qurdim ustagalarimiz. Ustagalar shu yonmashina ustalari 12 yil, adashmasam 12 yillik tajribaga ega ustalarimiz. Qarang, kotelni obyomi 280 kvadratli, uyni kvadrati bir 240 yo 230 bo'lishi kerak. Bu ham kichkina emas. Xo'sh, tanishib o'tadim bo'lsak, bu yerda ishlagan ishlar ustalarimizni sirkulyatsionniy nasos qo'yib qo'yibdi-na. Yanında bu endi ventilyatori, mana bu termodatchik. Ya'ni bu yerda xalagan 60 ga qo'yadim bo'lsangiz 60 ga qo'yasizlar, 70 mi, yana bu yerda 90 gradus ayting. Ya'ni ushab berib turadi gradus. Shu gradusga kelgan vaqtida o'zi avtomatik ajratadi kotel. Bu yerdan yana bu yerdan bo'lsa odam. Ko'mirni solamiz buni ichine. Odun ham solib yoqqan ekanlar ustalarimiz. Xo'sh, tiydan yana gazga turibdi. Bu yerda yana nasosni ham chiroylatib, temir ko'proqlar bilan qo'yib berganlar yana. O'rtadan ilib turib buni yanni ajratib, gaz yo'q bo'lsa, aynan yuborib qo'yaveradilar. Bundan ichkari gazga ketgan turbamiz. Bu temperatura ko'rsatadi datchikimiz. Ya'ni ustuna raketa kotel. Ustuna ulaverganlar buni. Qarang, bu yerdan tortishi ichindagi issiqlikni tortish ham yaxshi bo'ladi. Getron qizdirish qo'shib beradi, обороты. Kuchaytirib beradi. Kotel yaxshi qizadi. Ya, tanishtiradigan bo'lsak, ustunda tashdidni boshliqlarini ham o'rnatib berganlar, kulturni yatib, energiyaga yatib. Endi bu yerdan bir uraversalar buni sirtini, ichkarida qolib ketadi bu. O'g'alasa azat yoqadilar. Xo'sh, qarang, yurtdoshlar. Bu ustakalarimiz yana bir zo'r yangilik ishga ketibdilar, bu uyga ishlabdilar. Yana berimiz turgan yerini steyashki qo'y, buni ustidan xudo xolasa to'pli bo'lib o'tirajaklar, to'pli bo'lib ishlanadi. Keyin qarang, to'pli pol nov bilan qizadi deysizlar. Bu to'pli polni ham kotel orqali, ya'ni ko'rgan bo'lsangiz sirkulyatsionniy nasos qo'yilgan edi kotelning yonina. Shu sirkulyatsionniy nasos orqali yana bu yerdan qizdirajaklar. Shu bu kranikni iladi. Yana bu ikkisini ochadi. Xo'sh, yana ochadi. Endi nasos orqali qizadi bu. Uyda chiqqan turbalarimiz bo'lsa, atabina qaytadan ishlatadigan bo'lsanglar, chiqqan turbalardan inolatib turib, bu endi chiqqan turba emas. Bu toza turbadan shunday sanjarqlardan kelishgan holda zatib berib ketadi sizlarga. Yana o'sha ishlab beradilar. Mustahkam etib, keltirib orqayin uchaverasizlar. Hop, peshda dam olib o'tirasizlar. Chiqib olib, eshikni oldida qo'ng'ishlar bilan chaqirasizlar. Qo'ng'ishlar bilan guringlashib. Yuqorilardan mana pachimlikli aytib qo'yib berganlar. Yomon, zo'r. Chaqolmaydi, netmaydi, qo'zg'almaydigan bu. Yomon emas. Xo'sh, yurtdoshlar, telefon nomerlarini, ustalarning telefon nomerlarini pastda yozib qoldiramiz. Xolasa shu telefonlarga bog'lanishib, telefon etib, narx-navolarni so'rayverasizlar o'zlaridan. Adresi boshqalar ofisida Bog'orjon usta, Bunyod ustalar ikkisi ishlaydilar birgalikda. Keyin chet elda yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, endi o'zlari ishdan kela olmaydilar. Gaplashib, telefon etib gaplashsalar, o'zlarining materialni olib kelib turib, o'zlari polnistini bitirib, ataplenanini bitirib berib, shuna deb topshirib, kulishini yetaveradi, qizdirib berib. Bo'ladi, sog' omon bo'linglar.